Qo'qon bozoriga kirib kelyapmiz. Arzon ko'ylaklar mana. Ko'ylaklarda har xillari. Arzon ko'ylaklar. Ko'ylaklaringiz qanchadan? Ashingiz qancha ekan? 160. Sariqlaringiz-chi? 160 mingdan ko'ylaklar. Voy, nihoyatda chiroyli tikilgan ekan. Mana kirib kelyapmiz. Ko'ylaklar qatoriga kiryapmiz. Qo'qonda biz. Mana chiroyli ko'ylaklarimiz. Uzun ko'ylaklar. Voy, mana buni chiroyligini. Bu ko'ylagingiz qanchadan? 180 ming. 180 ming. Ko'ylaklar. Bu ko'ylagingiz qancha ekan? 160 mingdan. Ko'ylaklar. Mana bular. Bularingiz lozimi bilanmi? Mana lozim. Qanchadan? 140 ming donaga. Donaga 140 ming. 140 mingdan ekan. Qani bularimiz? Mana chiroyli ko'ylak. Lozimi bilan. Ko'ylagingiz qanchadan ekan? 170 mingdan. Nesa chiroyli. Bunisi undan ham chiroyli ekan. Buningiz hammi? Bu ham 170 mingdan. Lozimi bilan. Mana kirib kelyapmiz. Har xil ko'ylaklar, bir-biridan chiroyli ko'ylaklar. Mana bunisi ham chiroyli. Mana bunisi ham lozimi bilan ekan. Qanchadan? 120 ming. Chiroyli ekan. Mana bu bizga mos tushadi. Mana juda ham chiroyli lozimi bilan. Bu ko'ylagingiz qanchadan ekan? 250 ming. Menga necha qimmatroq qiladi. Chiroyli ko'ylak olsam, chiroyli ko'ylak topsam, arzonroq. Ustozimga ham olaman, o'zimga olaman. Ustozga ham bitta chiroyli ko'ylak olib beraman. Mana ketyapman. Voy, bu bolachalarga ko'ylak, qizchalarga ko'ylaklar. Chiroyli ko'ylaklar. Ko'ylaklaringiz qanchadan osmon rangingiz? 120 ming ekan. Tepadalari hammi? 120 mingdan. Razmerlariga qarab ekan. Atlaslilaringiz-chi? O'shalaringiz aytavering. 40 mingdan 70 minggacha ekan. Voyda chiroyli ko'ylaklar ekan. Bananlar qancha bo'pti? Bananlar 25 ming, donasi 4 ming, 5 ming. Nasıl chiroyli. Ayronlar. Aşağı baş. Bu ham juda chiroyli ekan. Buningiz qanchadan ekan? 180 ming lozimi bilan. Bunaqa svetlari ham bor ekan, yashil svetlari ham. 180 mingdan ekan. Har xil ko'ylak. Zamon yaxshi, pulingiz bo'lsa, hamma yo'q bor. Bizi paytda pulingiz bo'lsa ham ko'ylaklar topolmas edik. Chiroyli ko'ylaklardi. Zamonimiz yaxshi. Prezidentimizga rahmat. Mana ko'ylaklar, mana oq ko'ylaklar, qizlarga ekan chiroyli ko'ylaklar. Chiroyli ekan. Mana rosa chiroyli ko'ylaklar, oq ko'ylaklar. Oq ko'ylaklar qanchadan?
180 mingdan ekan ko'ylaklar. Zakolkalar. Bitta chiroyli ko'ylak topsam o'zimga olaman, ustozga olaman. Ustozimni tabriklab. Bularingiz qanchadan ekan? 52'ga 2 beryapti. 80 ming. Lozimi bilan ayiqchalik 80 mingdan ekan. Ustozga rahmat, shunchalik menga ham o'rgatyaptilar. Ustozim umri uzun bo'lsin. Mana bozorlarimiz. Ro'mollarimiz. Kichikalarimiz. Egasi yo'q ekan. Mana bu yerda ham chiroyli. Qafang men nima qilay? Egasi yo'q. Egasi bormikan? Qanchadan? 100 mingdan yubkasi bilan ekan. Yubkasi ham yaxshi. Har xil svetlari. 100 mingdan ekan, har xil svetlari bor ekan. Erkaklarimizga shimlar, futbolkalar, futbolkalar ham chiroyli ekan. $65 mingdan erkaklarimizga ko'ylaklar ekan. 65 mingdanmi? 65 mingdan ekan. O'g'limga ham Rossiyadan kelsa olaman. Ishlab kelsa o'g'lim. Tappichkalar chiroylilarni topolmayapman. Ular 69 mingdan ekan erkaklarga, bosanoshkalar 75 mingdan ekan erkaklarga. Yana nimalarga topamiz? Ro'mollarimiz. Ne chiroyli ro'mollarimiz. Mana shu ro'mollaringiz qanchadan ekan? Qancha ekan bu ham? Mor ro'mollar 35. Hammasi 35 mingdan. Nihoyatda chiroyli ro'mollar. 35 mingdan ro'mollar. Biz mendan xafa bo'ladi. Hozir xafa bo'ldi. O'sha ko'ylaklaringiz qanchadan? 45 ming. 45 mingdan ekan. Shtapl lozimlari bilan. Bularchi? 55 mingdan lozimlari. O'ta chiroyli tikilibdi mashalari. 45 ming, 55 ming. Mana arzon joylariga endi kelyapmiz ekan. Sumkalar. Sumkalaringiz qanchadan? 45 mingdan. Bularchi? 55 ming. Mana makkalar. Makkalar. Shirin makkalar. Makkalarimiz qanchadan bo'pti? 8 mingdan, 10 mingdan.
Kelinglar, bir gata ko'ylaklarimiz transportdoshi mana, kelinglar. Tanlagan ko'ylagingiz 90-85 ming so'm. Uyga kelgan shu lozimlar nihoyatda yaxshi, muzdakkina. Lozimlaringiz qancha ekan? 25 mingdan. To'rlari ham chiroyli. Oqlari-chi? Hammalari 90 25 mingdan oqlari. 91 ming orasida. Lozimi ham HB ekan. Qancha ekan bularıngiz? 85 mingdan. HB. Lar. Baqirmanglar. Iloji yo'qki, shevarga berib qoraytirgizasizlar agar qaytib kelishga erinmasdan olib kelaveringlar.